Sirkulyatsiya tizimida ishlaydigan issiq suv ta'minotining trexodovoy smesительный klapanlari qanday o'rnatilganligi haqida gapirishdan oldin keling kuyishdan himoya qilish funksiyasi nima ekanligini, u bizga qanday yordam berishini va shunga mos ravishda issiq suv ta'minotining ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan boshqa funksiyalarni aniqlaymiz. Kuyishdan himoya qilish funksiyasi. Agar biron sababga ko'ra smesительный klapanimizga sovuq suv kelmasa, bu klapan avtomatik ravishda issiq suv kirishini to'sib qo'yadi va shu bilan qaynoq suvni smesitelga kelishini oldini oladi va siz kuyib qolmaysiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar biron sababga ko'ra klapanga sovuq suv kirmasa, u issiq suv ta'minotining kirishini to'sib qo'yadi va shu bilan qaynoq suvni vodorazbor tizimlariga kirishga to'sqinlik qiladi. Bu esa o'z navbatida bizni kuyib qolishdan himoya qiladi. Shuning uchun biz boylerni klassik sxema bo'yicha sirkulyatsiya bilan bog'laydigan birinchi vaziyatni ko'rib chiqamiz. Ya'ni aylanma nasos boylerning sovuq suv kirishiga itaradi va uning halqasi atrofidagi issiq suvni haydab chiqaradi. Shunda iste'molchilarning har biriga iloji boricha tezroq issiq suv yetib boradi. Biroq boylerning chiqish joyida komfort suv haroratini doimiy ushlab turish uchun trexodovoy termostatik klapanni o'rnatishga qaror qildik. Misol uchun 45 darajani olaylik. Shu bilan birga biz yuqorida aytib o'tgan barcha sabablarga ko'ra 60 darajaga teng haroratda boylerda suv to'playmiz. Legionella deb nomlangan bakteriya boylerda minimum miqdorda bo'lishi uchun resirkulyatsiyaning o'zi va ikkita asosiy ish rejimiga ega boylerni sxemamiz qanday ishlashini aniq va tiniq tushunish uchun ularning har birini alohida tahlil qilamiz. Birinchi ish rejimi bu issiq suv sarfini, ya'ni vodorazborni suv olish punktlaridan kamida bittasi mavjud bo'lgan rejim. Bunda bizning sxemamiz qanday ishlaydi? Smesitelni ochishingiz bilan sovuq suv boylerga kira boshlaydi. Undan issiq suvni itarib chiqaradi va shunga mos ravishda sovuq suv trexodovoy smesitelniy klapanning kirish qismiga o'tadi. Natijada klapan kerakli aralashtirish holatini o'rnatadi va biz smesitelda kerakli haroratdagi issiq suvni olamiz. Biroq ikkinchi holat bor. Bu iste'molchilarning hech biri issiq suvdan foydalanmaydigan holat. Ushbu rejimda resirkulyatsiya nasosi boylerdan suvni tortib olishni boshlaydi va uni to'g'ridan-to'g'ri sovuq suv kirishiga itaradi. Bu rejimda nima sodir bo'ladi? Ushbu rejimda 60 daraja haroratli suv boylerdan trexodovoy smesitelniy klapanga kiradi. Biroq suv olish imkoniyati yo'qligi sababli sovuq suv klapanga kirmaydi. Chunki uning boradigan joyi yo'q. Bu yerda barcha kranlar yopilgan. Natijada 60 daraja haroratdagi suv sovuq suv klapaniga o'tadi. Bu yerda klapan yo'q. Bunday holatda nima qiladi? To'g'ri tushunganingizdek, u issiq suv portini bloklaydi. Natijada resirkulyatsiya nasoslari suvni boylerga itarishga harakat qiladi, ammo suv undan chiqmaydi va aslida resirkulyatsiya nasoslari shunchaki tupikka itarishadi. Biroz vaqt o'tgach nasos qizib ketadi. Agar sizda chastotali nasos bo'lsa, u оборотini minimal darajaga tushiradi. Resirkulyatsiya halqasining o'zi siz tushunganingizdek oddiy tarzda ishlamaydi.